Rahmat. Qandaysiz? Charchamasdan. Zomindan, Jizzaxdan. Ismatilla akam. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Oltiariqdan. Salom. Iyimisiz? Yaxshimisiz? Muborak bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tushimizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Jurnalda ko'rganimdan ham yosharib ketibsiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Maktab direktori, 20 maktab direktori Muxoyyaxon. Xush kelibsizlar. Jizzaxdan buyog'lar, Zomindan, Farg'ona Oltiariqdan. Xush kelibsizlar. Respublika ko'rik tanlovi qatnashchilari. Yashanglar. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'linglar. Xush kelibsizlar. Yaxshimisizlar? Tuzimsizlar? Ismatilla aka. Boshlang. Qodirjon aka boshlang. Qani mehmonlar? Ulug'nor tumaniga xush kelibsizlar. Ulug'nor tumaniga qadaminglar qutlug' bo'lsin. Aziz o'quvchilar, bugungi tadbirimizni ochishdan oldin ikki og'iz bir tanishtirib o'taman. Ulug'nor tumaniga bugun juda bir ajoyib insonlar qadam ranjida qilishdi. Farg'ona viloyatidan hamda Jizzax viloyatining Zomin tumanidan aziz mehmonlarimiz kelishgan. Yuqorida aytganimdek, bugun shu Ulug'nor tumani 20-Muntazam maktabida 3 avlod uchrashuvi tadbiri bo'lib o'tyapti. Hozir mamnuniyat bilan so'z navbatini Ulug'nor tumani Nuroniylar kengashi raisi Mahmudjon hoji aka Xolimovga bershamda tadbirimizni boshlashdi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Va bizning kelajagimiz, umidimiz, tayanchimiz bo'lgan aziz yoshlar. Bugun sizlarga maktabingizga bir nur, baraka, xayr yog'ildi desak, menimcha xato qilmagan bo'lamiz. Chunki juda ham hurmatli mehmonlarimiz mana Farg'ona viloyatidan, Jizzax viloyatidan, Zomin tumanidan Raimov Ismatilla akam. Birinchi darajali mehnat faxriysi ko'krak nishoni sohibi sizlarga hamkasb deyiladi. Zomin tumanidagi endi biroz aytib qo'ysam bo'laveradi. Muhtaram prezidentimiz bu ustozlar o'sha maktabda dars bergan ustozlardan. Xush kelibsiz. Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidan tuman nuroniylar jamg'armasi nuroniylar jamoatchilik kengashi a'zosi, xalq ma'rifi a'lochisi, mehnat faxriysi ko'krak nishoni sohibi Azimov Vohajon aka. Tanlovni o'tgan yili birgalikda o'tkazganmiz, qatnashdi. Hakimov Abdazim aka Farg'ona viloyatidan hamkasblarimiz agronom daladan chiqqan faxriylardan mehnat faxriysi ko'krak nishoni sohibi bugun shu siz bilan bizni hurmat qilib nima bilan Vohajon akam bilan birga hamroh bo'lib kelishdi. Va keyingi mehmonimiz yana Oltiariq tumanidan Umar Usmon Yusufiy shoir. Sportchilarimiz bor, bu bitta jamoa. San'atkorlarimiz bor, bu bitta jamoa. Harbiylarimiz bor, bu bitta jamoa. Chorvador va dehqonlarimiz bor, bu hammasi bitta jamoa.
Aziz mehmonlar, aziz jigarbandalar, aziz nevaralar. Bugungi tadbirda Abdulla Qodiriyni bir so'z bilan boshqarmoqchiman. Mavzuga qarab ish qilishlik xayrlikdir. O'tgan kunlarda yozdim. Nimaga? Shu maktab ochilgandan beri boshqargan raqibim Mamazad aka, Boltiboyev ittifoqxonaya, Jo'rayev Husanbay aka, Rahimov Mamazad aka, yana bir qancha ustozlar, yoshlari yetgan, siz bizga saboq berganlar o'tdi. Bugungi tadbirdan kelib chiqargan savoblarni ushbu insonlarga bag'ishlaydi. Bu hayot. Mana shu maktabda ekranda ko'rib turgan bola birinchi sinfga kelgandan beri qotmayman. 7 yoshda kelgan bo'lsa, bugun 39ga kirdi. 32 yildan beri qotinar ekanman. Sabab bitti. Bizde oğlaklarımız büyük olmuş. Şehirden kimdendir andaza olur. Gelecekte büyük oğlaklar çıksın degen nazarda gelemem. Ben üstümden kimdir ayıştı. Sevnemege sallavğanı bugün birinci mertebe yapma. Nabiremge nasıl hattı nabiremde izlep gözü yaptırdım. Nasıl olar? Nabiremge nasıl kat özümüzü kıpıp kalardı. Ne böyle şeylere kazandılar. Nabiremde izlep ki, nenge milletimde Allah'ın yaratışını kerak olarak. Şunun için Ulug'nor tumanini 26 maktabiga, Baliqchi tumanini 4 maktabiga, 2 institutga, hech bo'lmasa keksa avloddan oz bo'lsa bir tutqa olib qoladi-yu degan maqsadda 10 yildan ortiq maktab, institut şu tadbirlarda Ulug'nor tumanini 6000 ga yaqin nuroniylardan hamjihat
tartibda o'tkazib keldik. Mana oddiygina birinchi mana shu yilda o'zi 2-sentyabr kuni maktab boshlangan bo'lsa, Mirzayev, Alimov, Nuronilar 10-maktabda 1 soat 10 minutlik, 3-maktabda 1 soat 20 minutlik, ixtisoslashgan maktabda 2 marta kelajak darsi. Bugun bu yerda 5-dars. 5-marta sizlar bilan uchrashuv tashkil qildik. Bu uchrashuvda asosiy aybdorlari men emas. Bu uchrashuvda asosiy aybdori oddiygina o'sha nimani ichida turibdi, Keksalik gazeta jurnali. Shu yerda Ulug'nor tumani to'g'risida, siz aziz yoshlar to'g'risida, shu yerdagi nuroniylar to'g'risida O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining a'zosi Andijon farzandi Zamira Ro'ziyeva oddiygina maqolasi sababchi bo'ldi. Oddiygina. Shu bilan nuroniylarni ruhi, oddiy mehnati Samarqand, Qashqadaryodan tashqari bugun Farg'ona viloyati, Jizzax viloyatida kitob o'qib kelajakimiz yoshlari bizdan keyin ko'r Sultonbek yashasin degan qalb amri bilan mana 6 ta nuroniy bir shu yigitlarga, shu bolalarga nazar solaylikchi degan maqsadda bugun shu yerda jam bo'ldi. Eskidan gap bor. Falonchini o'g'liga yoki qiziga el nazari tushibdi-da, bo'lmasa kattalarni nazari tushibdi-da. Yoki bo'lmasa teskarisi falonchini o'g'liga, qiziga yomon nazar tushibdi-da. Bu insonlarning qalbidan hozir nazar sizga o'tadi. Ilohiy o'tadi. Bugun siz ozgina o'zlashayotgan bo'lsangiz, yo'ldan chiqayotgan bo'lsangiz, ushbu nuroniylarni tepada o'tirgan padarlaringni nazari o'tadi. Ertaga bularni yonidan javob berish bor. Bugun ajoyib bir zamonda yashayotgan ekanmiz. Yana o'sha maqolada bir chayla to'g'risida yozildi. Mana shu yomg'irda qolgan kitob. Hurmatli birinchi prezidentimiz olamdan o'tgandan keyin 2016-yil 2-sentyabr kuni hozirgi amaldagi prezidentimiz yil yakunini o'tkazgan yig'ilishida bir so'z bor. Kitob yomg'irda qolib ketgani uchun meni kechiringlar. Mana shu Mirzayevning birinchi 2017-yilda yillik hisobotidagi nimada har ikkalasi kitobni egasi menga tanish, 2 martadan suhbatda bo'lganman. Birinchisi akademik Murtaza Rahmatov, ikkinchisi Amerikada dars beradi Fakriddin Zaripov. Ularni kitobini juda ko'p maktablarda, uchrashuvlarda tarqatdi. Birinchi kitobi, birinchi so'zidan ilhomlanib. Mana shunda hamma betlariga birinchi ramka, ikkinchi ramka, uchinchi ramka deb turib o'sha davrda yozib ketgan ekanman. Ash so'zlar ash chaylada aks etgan.
Buni menga nazar bergan birinchi prezidentimiz hamda hozirgi amalda hamma sharoit uchun hamma bor imkoniyatni qilib berayotgan prezidentlarimiz ososida ketgan. Qarang, birinchi so'zini aytaman. Biz mavjud rivojlanish sur'atlari bilan o'z oldimizga qo'ygan yuksak maqsadlarimizga erisha olmaymiz. Butun zamon o'zgarmoqda. Uning talabi, oldimizga qo'ygan vazifalari tobora ortib bormoqda. Vaziyatni o'zimiz, o'z bilimimiz, o'z aql zakovatimiz, mehnatimiz bilan o'zgartirmasak, hech kim, hech vaqt chetdan kelib qilib bermaydi. Qilib beradi. Qarzga, yeringga, pulingga, oxirida ojiz jalarimizgacha olish uchun qilib beradi. Va birinchisi, shu yerda boshqa maqolaning 3-varaqida har ikkala inson shu kitobni yozayotganda Hazratini Shavkat Miromonovich bilan birga bo'lgan. Shu yerda bir savol ketyapti. 7 xazina. Mana shu qo'rqma degan kitobda beraman. 7 xazinani shunday aytib berganlar. Mana 10 ta kitob kelganman. Bu 7 xazinani shunday yarim sekundda ota mashina deb turib nima qilishni. Qo'yinglar vaqtlarida olay. Birinchi, 3-varaqida 7 xazina. Birinchisi, uy hayvonlari. Mol, qo'y, echki. Qarab turing. Oila go'shti va baqqoli. Kerak bo'lsa so'yasiz, ortib qolgan yog'ini sotasiz, sut ichasiz. U baqqollik qilyapti. Ikkinchisi parranda. Tovuq, o'rdak, g'oz. Ayniqsa tovuqqa kelaylik. Obi yolg'on, tanga, dolmon deydi. Siz aparatni oldingiz. Birinchi tomchilab ichadigan suvingiz, birinchi ovqatingiz tovuqni suvi bo'ladi. Kuyov bo'lding, ey o'g'illarim. Qayman senga tuxum qo'g'irib, tuxum qaynatib jo'natadi. Uchinchisi o'rmon. Ya'ni daraxtlar. Bu nima? Imorat suyagi, toza havo. To'rtinchisi ipak qurti. Bu nima? Qizlarni sepi. Beshinchisi asal ari. Bu nima? Oila tabibi. Oltinchisi moy juvoz. Qozonda yog'i. Yettinchisi tegirman. Qorinda bel bog'i. Qani endi fikrlang. Shu 700-800 yildan beri xalqimizga boz g'oya qilib nimani kiritdik? Kambag'allikdan chiqqan, aqling bo'lsin, kelsin deb molga harakat qildik. Qo'y berdik. Shunday berkilyapmiz, ber. Lekin oyyolligimiz tufayli, go'lakligimiz tufayli, loqaydligimiz tufayli ayrim yerlarda oddiy shu prezident shu 7 xazinadan kelib shu
nimani qildi? Bugun men nima qilaman? Ikkinchisi mana ilgari kuni ham misol keltirganman. Ikkita zo'r bolaga beraman deganman. Qo'rqma. 34 yoshli Jalol Joriy iflosli. Bu yigit ushbu amalga oshsa 2010-yili institutda darsdan kelsa 3 ta yotoqxonada o'rtog'i uxlab yotgan ekan. O'ynangan, bular uxlab yotibdi. 100 yildan keyin bularda avlodi nima bo'ladi? Deb turib 100 yil orqaga qaytadi. 1920-22 yillarga boradi. Shunda bizni mustaqil qilaman degan insonlar pulga Germaniyaga 100 ga yaqin bizni ota-bobolarimizni o'qishga jo'natadi. Lekin qaytib kelgandan keyin hammasini qatag'on qilib o'ldirishadi. Chunki bizni bolalardan, bizni insonlardan, bizni millatlardan chiqmaslik kerak. 100 yil o'tib, endi sen amalli bo'lganda meni avlodim kontrakka o'qishga kirib uxlayapti-da. 100 yildan keyin uni avlodi nima bo'ladi? Shuning uchun kuyib, yonib, dod deb, faryod deb yozdi. Bugun bir hafta oldin naryoqda kollejda ham ixtisoslashganda ham aytganman. Shu kitob 7 xil tilda nima bo'lganini aytdim. Endi 2 kun bo'ldi gaplashganimizda nima qilding dedim. O'zbek ayollari to'g'risida 2-seriyasi bor edi kitob. 2-seriyasi, shu qo'rqmani 2-seriyasi bor edi. Yozib tugatib nimaga berdim dedi. Shu yerda ikimiz gaplashgan gapdan bitta misol keltirdim. Chusovitina kim? Qani aytinglarchi? Hammang 15 ta o'tgansan. Chusovitina kim? O'zbekiston fuqarosi. Kim? Людмила Chusovitina. Har 2 yilda ishlatlar ta'minlasini. O'zbekistonda bayrog'ini barlab ko'targan oyoq. Aytinglar. Ayt, men avlodim. Bugun bilmayapsanmi? Bugun o'sha kasofat telefonda o'ynayapsan. Bugun o'sha kitobda ozodlarni mana bu kitobni ushlamayapsan. Chusovitina bilmasang bilishi bor aziz farzandlarim. 6 marta olimpiada chempioni gimnastika bo'yicha. O'zbekistonda bayrog'ini 6 marta jahonda ko'targan. Agar dedi, bir aydan beri Chusovitina'nikida yashayapman dedi. Bitta roli Chusovitina'ni 6 marta qanaqasi jahon chempioni, olimpiada chempioni oldi. Qanday oyoq? Shuni turmush tarzini nima qilish uchun eridan so'rab yurib, bir aydan beri o'shaniki bir oy yashadim. Ishtiyoq bor ekan. Millatni, kelajakni nima qilar ekan? Yashabdi. Sevimli. Nimaga shuncha imkoniyat? Al-Xorazmi, Al-Buxoriy nimaga hujum?
Bugün nimaga prezidentim kuyyapti? Ey yorib chiqmaysanmi? Orqamda men turibman. 1920-yilga o'xshab orqamda senlar bittang bilim olganingga sekin nakorat qilaman degan odamni men bo'laman. Mana shu akalaring oddiy. 10-sinfgacha men o'zimdan qiyos. Bularni ichida ham bor. Biz maktabga yomon borganmiz. Qorapartada o'tirganmiz. Javod tushovoy. Sardoshimiz olan sarda. 14-22 degan terrorga yozganmiz. Ko'zimizga ajrashib ketsa terrorni 11 kelib ketsa 11 eng qisqasi. Şeylerler, münkeler koyuyorsun. İtteker, 5 şeylerle bana kişiler terk ederiz. Konu nasıl? Onu iletin sağlık bular. Bilmekte rahmet. Bana şimdi sorardı. Beni yana da bırakındaki dertlerde acı olsun için soruyu yaratıp bergen için. Yüreğimdeki dertlerde acı olsun için soruyu yaratıp bergen için. Değil mi? Köp gapiraydinsam içlerim ağırıp olur. Lekin açık hakikatni aytishim kerak. Bu açık hakikatlarim xolos. Aziz farzandlarim, men kecham kelib, uylarimga kelib sizlarga tomosha qilib, sizlarga ma'murchilarga to'g'ri gapirdim. Ulug' nazar tushdi ekan. Chunki 3 ta viloyatda nazar tushgan insonlar bugun sizlarni ko'rib turibdi. Ulardan foydalandim. Oxirgi misol keltiraman. Hindistonda tug'ilgandan keyin kunlarni oyog'iga iplaylab, qoziq qoqib qo'yar ekan. Qattiqroq iplaylaydi. Yoshli qora, yuzib ketadi ekan. Dumalar ekan, kelib ko'rar ekan, mana qilar ekan, mana qilar ekan, yuzib ketolmas ekan. Katta bo'lar ekan. Ishga yarar ekan, katta bo'lganda shunda cho'pak tiqib, o'zimizni katta ip bilan o'sha oyog'iga baylab qo'yar ekan. Bir marta yuzmas ekan. Bir marta, chunki u yoshligida oriqcha ochilib, kallasiga singib bo'ldi. Endi o'sha oyog'ini iplangan oyog'ini qimirlatmas ekan. Bo'lmasa manday qilib uzilib ketar. Lekin seni shunday rivojlantirding kallangni bugun. Ertaga meni nevaram dunyoga keladi. Meni nevaram dunyoga keladi. Oliy maqsadni oldingga qo'y. Hozir ichingda 60 tang o'tirgan bo'lsa, bitta bo'yningda sirtmoq turibdi. Uyam bo'lsa, o'zbeklarda to'g'risini aytganda bitta gap. Menga nima degan? Menga nima deb urgangan insonki, u o'ylab ko'ring, yaxshi bo'lmaydi. U menga nima so'z ishlasa ekan, ya qo'shingdan qaramasanga, ustozingdan xabar olmasanga, otangdan, ya birortasi bir yomonroq holatga tushib qolsa, menga nima o'lib ketibdi degan insondan yaxshilik chiqmaydi. Hali bitta oyog'ida yuzilib ketadi. Shunday bugun maqsad qo'y oldingga. Faqat yaxshilikda hali bir xil narsalarni chiqarib tashlab. Bugun uyingga borib,
borganda choy ichib o'tirib, 4-5 oqsoqol shunday dedi. Bizga sirtmoq qo'yavermagan ekan, o'qib nima bo'lardi? Otangga o'xshamay bir bola o'zingga boyga yarasha sakragan shunaqa so'zlarni ishonchi gapirib, menga chiziqcha ochmang. Bundan omad tilang, duo qiling. Menda ulug' maqsadlar o'rnalsin. Spayis falan gapni gapiraman deb ssenariy tanlagan insonlarsiz. Men hozir bir narsani juda xohladim. Har ikkala ustoz meni yonimga chiqibdi. Meni ulug'larimni bolalardi. Yurtda endi kelajaklari oldilar. Shunday mayli gapirmasin, nazar solib bersin. Bu o'tirgan insonlarga nazar ko'p tushdi. Shuni bilmaydi. Ilohiy narsa baribir bor. O'tadi. Siniqdan bo'ladi imkon. Bugun biz aziz insonlardan nazariga tushib qolaylik. Ertaga sizga yorqin kelajagingiz uchun juda ko'p bo'ladi. Abdulakani vatan to'g'risida bir she'ri bor, ko'pchilikdan bilasizlar. O'zbekiston. İçinde birorta bilemakaning bormi? O'zbekiston she'ri. Bormi she'rlarida? Abdullayev O'zbekistonni biladi yo'q. Ko'p hammasi biladi. Bilishadi. Do'stim, senga she'r bitdim bugun. Ortimdan aslo. Kim davom etadi? Shoirlar bor. Shoirlar bor. Olam aro yashagan tanho. Kelsa bittan dunyoni tugatayotganda jahon meni O'zbekiston vatanim meni degani hamma balandlaydi. Aytar. Yurtim, senga she'r bitdim bugun. Qiyosingni topmadim aslo. Shoirlar bor o'z yurtim butun. Olam aro yashagan tanho. Atagan tanho. Atagan tanho. Ular she'ri pushti ko'p yiroq. Qanotida kumush diyori. Bir o'lka bor dunyoda biroq bitilmagan dostondir bari. Faqat ojiz qalamim menim. O'zbekiston vatanim menim. Amerika sehrli diyor. Uxlar edi qalb ham qal. Dengiz ortin yorib iqbol Perunining aql maktabi. Qalamda bor alamim menim. O'zbekiston vatanim menim. Endi Abdulakadan joylari jannatda bo'lsin. Hikmatda kechirim so'rab she'rlarni yozganimiz uchun Nuronilar 2017-yildan keyin bir hikmatda ishlatdik. Abdulakadan izin so'ragan holda rahmatimdan bitta to'rtlik qo'shganmiz. O'zbekiston mehrli diyor. Unda hamma yoshlarga imkoniyatlar bisyor. Keksalari hamisha ularga madadkor. Shuning uchun yoshlar baxtiyor. Shohu jahonim mening, yangi O'zbekiston Kattaroq. ajoyib. Men ustozlardan bir taloyini she'r qo'shishlaringni
So'zlagan. Bittalaring kerak undan. Birinchi savol. Ustoz, birinchisini siz berasiz. Ikkini ikkiga qo'shib ikkiga bo'lsak nechi? 3. Chak 3 degan. Odam bo'lish qiyin. Bo'lmas Umarbek. Tanisizlar yozuvchi. Ustoz. 10'ga 10'ni qo'shsak 10, 10dan 10'ni olsak 10. 10'dan 10'ni olsak 10, 10'ga 10'ni qo'shsak 10. Javobni nima tomondir? 10. Nima haqda gap ketyapti? Pırçetka topkanın var mı? Çek pırçetka topkanı. Qo'l qopi bor bormi? Qo'l qopi borini çek. Bunaqasi yo'q. Onasida toptaman. Bozorni xirurgiyada vrach kirib ketayotganda qo'lini yaxshilab yuvadi. Yuvgandan keyin pırçetka kiydirishadi. O'ladi. Pırçetka kiydi, baribir o'ni soqol. Seni ko'rsangni atashadi, chiqib ketyapti. Yana qo'lini ko'taradi, pırçetkani yechib tashlaveradi. Yana o'ng qiladi baribir. Aytdi ki bir aytmadi o'g'lim. Çık. Kim? Amali chak qiyinini bu. Benim oldin achchiq, keyin shirin. Kim? Haqiqat. Quruq aytdi. Ha? Haydi ovozini chiqar. Ovozini chiqar. Yo'q, haqiqat emas. Ha? O'ra kim yegan? O'rik? Mehnat. Kecha adabiyot o'qituvchim bilan gaplashib, o'zimni maktabimda o'qigan ekan. Yana sadr falsafachilar uni har kuni ham ishlatasizlar. Har kuni ham. Ha, aytinglar. Keyin qizim sen chiqaver, senga to'g'ri javob beraman. Oldin kitobni ustozdan ol. Eshitdik, quloq soling. Sabr qilsang, o'g'rozing holva ketar degan maqol. Esakda sabr ekan. Qur'onda 64 marta keltirilgan. O'rashini bo'ladimi? Endi shuni teskarisi. Oldin shirin, keyin achchiq. Yolg'on. Yaxshi variant. Aytaveringlar, to'g'ri kelib qolar bu ertasi. Aytaveringlar. Besabr yaqinlashga chiqqan. Chak, voy, o'g'il boladan bor ekan. Oğlan bu makalda için şaşkan kız Esapta şaşkan altı geldi. En büyük kitap kaldı. İki eşik arası. Ötkir Haşimov.
Savolu kıyırlar. En eskirmeyeceğin kim? En eskirmeyeceğin kim? İngilizce 10 dakika oynarızın. Hiç vakti koyulan ismimiz gelmedi. Biz bekarga şehir bilen başlamadık. 500 yıl oldu. İmanlı. 500 yıl olduğuna her şeyden var vardı. Ne vardı? Lekin şu gün geçe ismimiz gelmiyor. Endi o seni kolunda. Bugün şu ustalardan nazar verse, sellerde içinde ne? Ağzını ulamalar çıkar. Fakat etten çıkmayacak insan olabilir. Bir kişilerle inanmış. Ben canlandı maktadım. Canlandı. Başka kızım zalda okutulan, kalkıtlar. Anlat. Sen gelmişsin. Beni 33 yıldan beri patriarktan oğlum için bir sürü maktabı bitirip Tarsu'da en yukarı balonuna girgen diyorlar için işte korkmamdan geldi. Bu işte korkmanı oruç küçüğenmesin. Orada Uluk Usta'da sizlerde yollarınca zarar veremem. Ben sizlerde oğutlarından çıkıp gitmeden halde bu yıl 189'u vurup zor okuş ekirip Özbekistan'da büyük farzandı olaman degende ikere kitap yapırıp durup ustaz vererdi. Eshitdinglar nima deyotganini? Var mı yüreğinde orta var? Yongan. Çak. Tur. Bana mikrofon. Va'da ber. 189 bal qolib. Assalomu alaykum. Maktabimizga xush kelibsizlar. Men Murod Voykumshoy 11-sinf o'quvchisiman. Xudo xohlasa shu yil 189 balni grant asosida o'qishga kirishga va'da beraman. Ağır valla. Canlarım çıkıyor. Hadi olacaksın. Xudo xohlasa Ichki ishlar akademiyasiga kirishga va'da beraman. Yana yurmaslikka ustoz o'zingiz berasiz maktab kollektiviga jamoat. Siz o'zingiz topshirib, izohlash imkoningizga. Mana orqasida yilda har bir maktab uchun alohida atletika qilingan hammasidan bittadan bor. Ham ulug' insonlar bo'lgani uchun Gelinda mahorat kitobi. Turk yozuvchisi bilan
ichimdan chiqdi hozir. So'nggi vasiyati Rasul al-Harimni so'nggi vasiyati. Hozir o'shanda yozishyapti. Uchinchisi Manalinbek, ya'ni sizu bizni ajdodimiz shu baliqchi, uychi, norin o'rtoqlarda yurgan Manalinbek to'g'risidagi yangi kitob. Ma'lumot. Yo'q, uchdan 80-yil tug'ilgan. Ashuni Onani shukurlasak o'tadi. Albatta. Azizlar, gap bo'lsa, so'z bo'lsa, nechtida bo'lishidan qat'iy nazar telefon qilinglar. Har bir aktivkada bu o'rtoqlik mehmonimiz uchun bu insonga ham hammasi azizlar, biz uzoq sizlardan debat olishga tayyormiz, lekin har bir narsani vaqt saodat bor. Ustozlarga so'z bersak, ular bek hollarini aytsa, sizlarga to'yib yana bir nazar olsa, solsa, kelgusida hur saodatli insonlar bo'lishini hammamiz sizlardan kutib qolamiz. Rahmat. Qanday o'qiyotgan to'ylarimda o'qimay chiqib ketadi. Shuni bilingki, ota-enang ming marta yomonlik qilgan ota-enang. Ular seni har doim tinchlaydi. Xafa bo'ldi bir kun farzand o'g'ildan don olib yelkasiga tashlab chiqib ketdi. Nog'on Alloh bo'lib kamarbasta ota Makka tuproq poyiga yetdi. Makkaga sajda qilar ekan ota bor ovoziga haykirdi o'g'limga, dedi, ibodatim bo'lsa-da avval so'rab bergin o'sha bolamga. Orqangda enang, otang, ustozing, shunday aql prezidenting senga so'rab berdi. Bajar, yuz kesasan. Salom olsun. G'ofurullo mahallasidan kelganman. 71-yili Farg'ona davlat pedagogika institutini tarix fakultetini bitirganman. Farg'onada o'qiganman. Mehnat faoliyatimni tumandagi 60-maktabda o'qituvchi, keyin direktor o'rinbosari, keyin 10 yil madaniyat bo'limini boshqarganman. Undan keyin 25 yil maktabda direktorlik qilganman. Endi qarang, men qanday kelib qoldim bu yerga? Qanday qilib bu og'aynilarni, do'stlarni orttirdim? O'tgan yili bir nuroniy 10 yoshga mas'ul bo'lgan respublika ko'rigi bo'ldi.
Shu ko'rikka keldik. Qoraqalpog'istondan, Toshkent shahridan, Chirchiqda va viloyatlardan, Chirchiqda bo'ldik, Toshkent viloyatida. 14 kishi ekanmiz. 14 tamiz bir-birimizga raqib bizlar edi, raqib endi hammamiz. Ko'rik tomonlar o'tgandan keyin shunday do'st bo'ldikki, qarang, hozir bordi keldi. Telefonlashamiz, hol-ahvol so'rashamiz, to'y tomoshalarimizga borib keladigan bo'ldik. Endi qarang, mana Abdullajon akam bizni hovliga masalan shu yerdan 8 kilometr. 8 kilometrda endi 650 kilometr Oltiariqgacha, Chimyongacha. Endi bu yerda shuncha bo'lsa 8 kilometr. 8 kilometrga bordilar menikiga. Abdullajon akam. Domla Hoji akam bordilar. Qoraqalpoqdan keldilar. Qoraqalpoq endi 1200-1300 kilometr bizga. Ana shunday do'stlik, ana shunday qadrdonlik mustahkam bo'lib ketdi. Endi qarang. Telefonda aytib qoldilar. Hoji akam, Ismatilla aka bir tadbir bor ekan. Shuni kelsangiz. Yana bitta yaxshi xabar. Abdullajon akam birinchi darajali mendan faxriysi nishonni olyaptilar ekan degandan keyin hamma narsani tashladim. Bo'ldi, boraman dedim. Mana shu kelib mana shunday yaxshi bir tantanaga guvoh bo'lib turibman. Rahmat, rahmat. Qarang, hurmatli aziz o'quvchilar. Men ishlagan maktab Smeshindi, o'zbek maktabi. Ishlagan paytimizda 1,5 mingta bola bor edi. Shu bugungi kunda o'sha maktabda 2 mingta bola bor. O'sha ishga kelgan paytimizda hurmatli yurtboshimiz o'quvchi edi. 74-yil ular maktabni bitirib ketdi. Men direktor o'rinbosari edim shu paytda. Bitta yaxshi narsani yaxshi esga olinglarki, u kishi bog'chadan boshlagan rus tilini o'rganishni. Rus maktabida o'qigan. Institutda ham, oliylargohda ham hammasida rus tilini juda mukammal o'rgangan kishi. Agar ularni prezident bo'lgan paytlarida, keyin yoshlar bilan uchrashuv bo'lgan paytda bitta so'zlarni aytib o'tdilar. O'zbekiston 6 million tonna paxta yetishtirdi. Hurmatli Brejnevga raport berishimiz kerak. O'zbekiston 6 million tonna paxta yetishtirdi deb. Raportni o'qiydigan o'zbek yigiti bo'lish kerak ekan. O'zbek yigitining orqasida o'sha chekani sekretarlari hammasi o'tirar ekanda, bu kishi raport berish kerak ekan. Tanlab olinib, hurmatli Shavkat Miromonovich tanlab olinib, O'zbekistonni 6 million tonna paxta yetishtirganligi to'g'risidagi raportni Brejnevga o'qib bergan ekanlar. Shunda hurmatli Sharof Rashidovich, bola sen qayerdansan desa, men Zomindanman. Ha, Lenin nomli birinchi maktabda o'qiganmisan debdi. Qarang, chekani sekretari o'sha Zomindagi birinchi maktabni bilar ekanlar. Birinchi maktabda o'qiganman debdi. Ana undan keyin Irrigatsiya institutining rektori bo'lgan Iskandarov domlaga hurmatli otamiz Rashidov bu yigitni tarbiyalang deb aytganlardan keyin qarang, endi Xizr bobomga yo'liqqanda u kishi. Ana shunday tarbiyalanib, institutda komsomol tashkilot sekretari, institutda partkom, prorektor, Mirzo Ulug'bek tumani hokimi, Jizzax viloyati hokimi, Samarqand viloyati hokimi, 2003-yilda bosh vazir, mana endi 17-yilda yurtboshimiz. U kishiga sog'lik tilaymiz, salomatlik tilaymiz. Domla aytganlaridek, ana shunaqangi sharoitlarni yaratib beryaptiki, bitta oldimizdan maqsad o'qishimiz kerak, yaxshi o'qishimiz kerak. Shundagina biz shu prezidentimizni qo'llab-quvvatlagan bo'lamiz. Kechagina chiqqan Nuroniy gazetada domla to'g'risida ham, men to'g'risida ham shunday maqola berilgan, uni aytib o'tirmayman, o'qib olasizlar. O'sha Ro'ziyeva, Zamira Ro'ziyeva biz bilan aloqada bo'lib, shunday gazetaga biz to'g'risida maqola berdilar. Rahmat aytamiz u kishiga. Hammalaringga sog'lik, jamoaga kuch-quvvat. Albatta vatanimizni ajoyib farzandlari bo'lasizlar degan umiddamiz. Rahmat sizlarga.
Xalq ma'rif a'lochisi, birinchi darajali mehnat partiyasi nishoni sohibi hamda o'tgan yili bizni o'tgan juda qattiq qarshilik ko'rsatib raqiblik qilgan Endi sahnaga chiqqaningizdan keyin hamma narsani unutasiz. Bezlar. rolga kirib ketdingiz ashadami? Barakasizlar. Endi chunki auditoriya sizni yaxshi tinglab tursa, ilhom kelaveradi. Mana bu yaxshi bilasiz, ko'p nimalarni qilgansiz. Sizlarni tinglovchilarga bog'liq. Shuning uchun mana ustozlar gapirdi, sizlar vujudlaring bilan tinglashlari kerak. Qodir akamga 1000 marta ta'zim qilishim kerak. Qodir aka. Sizga ta'zim qilaman. Chunki bugungi uchovlon uchrashuvini negizini, g'oyasini, maqsadini aytib qo'ya qoldi. Bizning gaplarimiz hozir bicha ortiqcharoq bo'ladi. Bor, men bunaqa insonni shuncha yurib, shu yoshlarga fidoyiligini endi ko'rdim. To'g'ri yozgan ekan Zamiraxon. Keksalik gashti jurnalida. Ayga nasihat qilgansiz, gapirgansiz. Meni butun ulug'lardagi, Andijondagi bolalar hammasi meni farzandim, mana oiladagi emas faqat. Men ularni qanday ko'rsam shunday ko'raman. Shu jumla bor. Avvalo matbuotga rahmat etish kerak. Matbuotga. Shuning uchun gazeta, jurnallarni ko'p o'qish kerak. Bo'lmasa Qodir akamni men qayerdan bilaman? O'sha jurnalda men o'qib men bildim. Ham dehqon, bog'bon, fermer eng muhimi yoshlarga jon ko'yadi. Bizga shu kerak. Biz shunaqa. Yo'q, hurmatli yoshlar, bilinglarki, biz nuroniylar sizlar bilan uchrashsak, yosharib boraveramiz. Men shunaqa nima qilaman-da. Shu bilan birga sizlarga o'qishlaringiz bilan tanishamiz. Mana Qodir aka aytdi, vataningda kelajagi sizlarning qo'llaringda. Bular qay darajada tayyorgarlik ko'ryapti? Davlatimizni boshqarishga qanaqa bo'lib biz ishonchli qo'llarga topshiryapmizmi davlatimizni yo boshqacha? Mana biz bularni tahlil qilamiz. Biz qayerda uchrashuvga borsak, qoniqsak, biz shunga yutug'imizda Mahmudjon aka bizning nuroniylarimizni yutug'ida. Endi men Oltiariq tumanida tug'ilganman, kasbim o'qituvchi emas, yo nima emas, quruvchiman o'zim. Farg'ona politexnika institutini bitirganman. Endi ko'p yillar ishlab chiqarishda ishlaganman. Namojon aka degan hokimimiz bor edi, bilasiz, senator. Bilasiz. Bir kun chaqirib, biz bilan ham ishlayverasizmi? Hokim bo'lmasa. Ha, ishlayveramiz. Bo'lmasa hokim nimani o'rinbosarga uchragan bo'lsa, qanaqa ish, nima ham deb so'ralmagan bizlar. Keyin ma'naviyat, ma'rifat, targ'ibot markazini boshqargan. Quruvchi sifatida o'rinbosarga aytdim, men quruvchi bo'lsam, obrazovaniya, ma'lumotim texnik yo'q, boshqa. Haqiqatan men 18 yil davomida shu nimani boshqardik. Bir 8 marta viloyat bosqichida g'oliblik bo'ldik. 2 marta respublika ko'rik konkursini o'tkazib berdik. Ma'naviyat sohasi bo'yicha. Keyin nafaqaga chiqib yursak, yana chaqirish bo'ldi, nuroniy jamg'armasini boshqarasiz. 3 yil davomida yana Mahmudjon akamga o'xshab, uni mashaqqatini men o'zim bilaman. Nuroniylarni nimasini. Chunki mas'uliyat juda kuchli bo'ladi. 3 yil boshqardik. Keyin mahalla bilan nuroniy birlashib ketgandan keyin munosib odamga berdik, bizga ruxsat beringlar. Onların maneti sahnedeki sözlük kararlar. İstiqlal farzandlarımız. Sizler hammaları müstakillik dövrde tug'ilgansizlar. Müstakillik farzandlari sizlar.
O'sha birinchi prezidentimiz davrida ham yoshlarga qanaqa e'tibor bo'ldi. Mana hozirgi payt menimcha Ulug'nor tumanida asosiy nima yoshlar bo'lsa kerak. Yoshlar asosan. Asosiy yoshlar. Bejiz o'sha sovet davrida ham bu tumanda Komsomolobod deb qo'ymagan ekan. Kommunistik soyuz молодежь. Ha? Yoshlar. Yoshlar bo'lgan. Biz shu yerdan ko'p o'tardik. Avval cho'li biyobon. Shu yashamayman, jazirama issiqda tezroq o'tib ketsak shu tumanda deb turardik. Endi mana hozirga kelib rivojlanishda Bo'stonga aylanganligini ko'rib, shu yerda bir piyola cho'yishsa yoki salqinlashib ketsak, bu yoqqa bo'lsak, Avlijon akamni chaqirib chorrahada turib turing. Hali bir piyola cho'yish kerak emas-ku. Hali ayron ichib ketaylik. Ayron. Ulug'nor ayrondan. Ulug'nor ayronni ichib ketaylik deymiz. Endi mana Allohga shukr, Qodirjon akamga o'xshagan insonlar, boshqalar shu darajada mana shu darajaga keltirdi-da. Buni nima uchun sizlarga mana uchrashib shu odamlar ibrat oyladi deyapmiz-da, ibrat. Bilim olinglar deyapti. Mana bu yerda Imom Buxoriyimizni Qodirjon aka sizga minnatdor. Rahmat. Mana nabiramga nasihat nimayizda avvalgisingizda ham siz bilasizmi yo'qmi avvalgingizda ham olib ketganman. Nimadan kelyapti? Avvalgi nima? O'zimga niyat qilib qo'ydim. Shuni yana o'zimni o'rtog'imga ham nima qilaman. Mana uni ko'rib yana bir ilhomlar. Agar shuni bizga bersangiz, agar ruxsat bersangiz, yo muallifda shunday ko'chiraman-da ko'paytirib o'zimni rayonimga tarqataman. Muallifda ruxsat olish kerak-da. To'g'rimi? Endi sir ochildi. Bu loyiha Turdiyev bilan kelishilgan, Sobirjon Turdiyev bilan. Buni loyihani aytganda Sobirjon Turdiyev Farg'ona viloyatini Nurlar Kengashining raisi bo'lgan. Ulug'nor tumanida shu hokim pastda turadigan yerga ketdi o'zi, men kelsam Farg'onani buyarlardi. Zokirjon aka ham bor ekan. Ko'rishdik, omin bo'lgandan keyin nima Turdiyev aytgan shuda dedi. Farg'onani boshlaydi. Keyin mana yangisi dedimda berdi. Ochib betini ko'rdi, bo'lak to'p qoldi. Shunda keyin hozirgi hokim kirib qoldi. Meni kattalar ichida quyon bo'ldi. Quyon. Keyin telefonda ma'qullashdi. Bu yoqda Farg'onani qiladigan yo'ldo'li bor. Bugun biz men Mirzayev Alimov borayotgan bo'lsak, maktablarda ma'naviyat va ma'rifat direktorlarining o'rinbosarlariga berib kelyapti. Bu yerda 19 ta sizlarga bag'ishlangan xot bor. 19 ta. Bir xillari o'qishga erinsangiz mayda korolka turibdi. Telefonimizga rasmni olasiz, o'qimaysiz, ko'zingizni yumib o'tirasiz. O'qiydi. Kechqurun avtomatik ravishda shu fidoyi insonlar bizni yo'qlab kelyapti degan maqsadda Jizzaxga bitta, Farg'onaga bitta. Bu ikkovi sizlarniki. Endi mana Imom Buxoriyimizni hali siz juda kuyunib gapirdingiz. Nima bizni ajdodlarimiz haqiqatan to'g'ri aytishdi. Ko'p ajdodlarimizni ibrat bo'ladigan darajada bo'lmayapmiz. Endi hali maqtovsak ham bo'lmaydi.
yutuqlar bilan birga ko'proq kamchiliklarni gapirishimiz kerak edi bundan beri. U maqtov yutuq o'zimizniki. Mana Imom Buxoriyni nima qildi? O'tgan yili Mahmudjon aka ko'p umraga borishdi. Bir maktab direktori bor edi, ko'rgani bordim. Hoji aka maktablarda bir ajoyib bir qizil ish bo'ldi. Nima bo'ldi? Gruppa bilan turishgan ekan. Bir Buxoriy o'zbek kelibdi-da, bu endi davrada ular ekan. Bir narsani so'radi deydi. Bu odam yelka qisdi. Ikkinchi odamga so'radi, ular yelka qisdi. Üçüncü odamdan so'rab, yelka qisib meni ko'rsatib qo'ydi. Shu odam bilan dedi, shikilida. Yugurib keldi. Shu vatandosh tutdi, biz Imom Buxoriy hazratlarini ziyorat qilgani bormoqchimiz, lekin imkoniyatimiz yo'q. Shu jicha gapirib bering, bizga Imom Buxoriy to'g'risida. Ko'ryapsizmi? Haligi uchala odamdan so'ragan ekan, Imom Buxoriy to'g'risida so'ragan ekan. Men deydi, bilganimcha gapirib berdim deydi, u odam kechga shu bizni gruppa bilan yurdi. Endi o'ylanib qoldim deydi. Yerlikda odam bo'lsa deydi, shu uchtasi deydi, umuman bilmadi. Qolganlar shunaqa. Qodirjon ekan. Qolganlardan ham so'raganda nima bo'lardi? Sharmanda bo'lardi. Keyin men undan bir nima qildimda, o'zim nima qilib yurardim. Keyin 100 dona ikki varaqdan shunaqa svetnoy nimaga Imom Buxoriyimiz to'g'risida qisqa ma'lumotlarni yozib ko'paytirib umraga hajga ketayotganlarga berib yubordim. Hech bo'lmasa samolyotda o'qib ketinglar shu. Samolyotda. Bilib olinglar, o'zbek biz Imom Buxoriy yurtidamiz. Demoqchimanki, bolalarim bu gapni dadalaringga ham aytinglar, umraga boruvchi qarindosh urug'lariga ham aytinglar, opaqa dada Imom Buxoriyimiz to'g'risida chipcha bilib oldilaringmi degan gapni aytib qo'yinglar. Hech bo'lmasa esiga solib qo'ying. Men avval 8 yil tumanda haj umra ziyorat komissiyasini mas'ul kotib bo'lganman. O'sha paytda biz Imom Buxoriyni ziyorat qilgan gruppaga jo'natardik. Samolyotda jo'natardik, bu vaqtda belgilab nima sharoitlarni bilib olsin. Chunki bizni vatandoshlar bu yoqqa borganda Imom Buxoriyni yurtidamisiz degan ko'p savollar bo'lganda biz endi o'yladik, rahbariyat demak ularga jicha Imom Buxoriy to'g'risida tushuncha berishdi. Ular endi sho'rolar davrida o'qigan, maktab bitirgan. Maktabda u vaqtda Imom Buxoriy to'g'risida gap bo'lmagan. Endi shuning uchun mana nasibimiz qo'shilib 2 marta Arabistonga bordik. Endi sizlarga aytishim kerak, bitta milliy qadriyatlar to'g'risida gap ketyapti. Bir xonadonga kirdik, gaplashib o'tirdik. Mana dedi, O'zbekiston vatanimiz deyapti. Vatanimiz deyapti, mustaqil bo'ldi. Mana ko'p nimalar kelyapti. Prezidentimiz Karimov ko'p nimalarni jo'natyapti. O'zbekistonda g'o'r mevalari, quruq mevalarni olib kelyapti. Biz juda xursandmiz. Lekin bizga boshqa narsa kerak. Nima kerak sizlarga? Sizlarga mana boshingizdagi do'ppidan, keyin oqsoqollarning yaktagi cho'si kerak. Nima qilasizlar? Kiyirasizlar? Yo'q. Men buni uyimda to'riga osib qo'yaman. Farzandlarim ko'rsin. Bizi vatandoshlar, bizi o'zbeklarning haqiqiy kiyimi mana shu. Ular endi majbur bo'ladi arab nimalarni. Yana bitta narsa shu o'sha oilada bo'lganimman. Mana kuni kechagina davlat tili to'g'risidagi nimani nishonladilar, hammalaringga qulluq bo'lsin. O'sha yerda yosh bolalarni gaplashtimda Mahmudjon. Gaplashganda hech uyalib qoldim. Sababi bizning tillarimiz ancha nima bo'lib ketgan ekan. O'zgarib, buzilib ketgan ekan demoqchiman. O'shaligi sho'rolarni o'rida ruscha, boshqa aralashib degan deydi. Haqiqiy ular o'sha men ular bilan gaplashsam, o'sha
Alisher Navoiy davridagi talaffuzlar, gaplar. Ular saqlab qolgan o'zini boshqa yurtda yashasa ham o'zini milliy qadriyatlarini saqlab qolgan. Nima uchun aytyapmiz? Buni sizlar birinchi navbatda millatni ko'zgusi milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimizdir. Shunga bolalarim ahamiyat beradi. Bu to'g'risida ko'p gapirishimiz mumkin, lekin vaqtimiz juda zo'r. Hali hoji akamlarga mana so'z beramiz. Yana bitta narsa mana bilim deyapmiz. Endi o'ylanib qolar edim, nima uchun dunyoda Yahudiylar ichidan taniqli insonlar ko'p chiqdi? Ha? Aslida ko'p nimani boshqaradigan Amerikada ham, Yevropada ham asosiy prezidentlarning yoniga Yahudiylar kelib olgan deb eshitganman-da. Nimaga ular ekan desam, ularda bilimli, aqlli odamlar ko'p bo'lgan. Ular qanaqa qilib erishdi deganga bir izlandik. Shunga bo'ldikki, opa, mana siz ota-onalar bilan ko'p muloqotda bo'lasiz. Har kuni, masalan, men Yahudiy bo'lsam, o'g'limni, qizimni maktabga jo'natib turgan bo'lsam, bunday ketib turganda sumkasimdan bunday ko'tarib qo'yaman ekan. Sen shunday o'qiginki, dunyoga taniqli inson bo'l. Har kuni. Qani ko'z oldiga keltiringlar. Bizi ota-onalar shunaqa qiladimi? Ha? Har kuniga u agar shuna ota-ona ishi ushalib qolsa, turar ekan, hali o'quvchi ketmasdan meni ko'tarib qo'ysin. Ana endi haligi 45 minutlik darsda u bola faqat ustozga nima qilib turadi. Meni ota-onam shunaqa degan. Men bor bilimni olishim kerak. Tushundilaringmi? Endi ota-onalarimizni ham haligi gap ko'pda. Shuning uchun ota-onalarga aytinglar, menga badiiy kitob olib ber, boshqa olib ber, qadrlagan misol qilinglar bugungi mana. Qancha kitoblar? Shu nima emas. O'shaligi rus yozuvchisi bor edi. Baribir gapiryapti. Maksim Gorkiymiz nima degan kitob to'g'risi? Men o'zimdagi eng yaxshi hislatlar uchun kitobdan minnatdorman. O'sha endi yana bir marta bizni taklif qilganlaringiz uchun ming marta rahmat. Endi Oltiariq tumani haligi ko'p gapirish mumkin. 1926-yilda tashkil bo'lgan. Hozirga kelib mana rivojlanish, hamma tumanlar rivojlanish ko'tarib, bizda ham rivojlanish bo'ldi. Ko'proq bizda dehqonchilik, bog'dorchilik masalasi. Buni juda yaxshi bilasizlar. Uzumchilik, bodring deganda ishlab chiqarish ham bor. Lekin aholi ko'proq tomorqa bilan shug'ullanadi. Farzandlariga ham tomorqa bog'da qanaqa qilib yetishtirishdi, shu sirlarni ko'proq o'rgatishadi. Oltiarig'imizda 69 ta mahalla fuqarolar yig'ini bor. 327 ming bo'ldik bizda aholi. Shundan 25,5 ming o'zaka nuroniylarimiz tashkil etadi. Bu 9 hali 10% ga borgan yo'q. 8-9% aholimiz shu nuroniylarimizni tashkil etgan. Sizlarga ham Xudo xolasa yana ko'payib 6 ming dedingiz. Ha, shunaqa biz mana ko'payadi. Keksalarda nima qilinglar? Hurmat qilinglar. Yana bitta nima, o'zaka bir keksa nuroniy uydan xafa bo'lib chiqdi-da, endi bo'ladi-ku bunday endi hodisali. Bir o'sha aylanib kelib yozilsam, kishisi bir qizcha maktabga ketadi. Assalomu alaykum bobo debdi. Salom berib o'tib. Yaxshimisan qizim? Yaxshi o'qigin deb jo'natib yuborib, endiga ko'ngli ko'tarildi. Ko'ngli ko'tarilibdi, hali g'amdan kim yo'q. Bir qizni salomiga. Endi nima yaxshi ish qilsam-ekin degan fikr keldi. Shu ana sinfdoshimni anchadan beri ko'rganim yo'q, shuni ko'rib qo'yay. U nimadan chiqayotganda bu fikr yo'q edi. Hali qizni salomidan keyin ko'ngli ko'tarilib, yaxshi narsa o'rnashtirmak. Bu orada ekranni ko'tardi.
ancha suhbat qildi, boshqa qildi. Xayrlashib kelgandan keyin hali uydagi sinfdoshi. Endi bolalarni chaqiryapti. Naqaki kecha ana qo'shnimiz bolasi kasal edi, aptekaga dori olaman deganda unamodik. Ha? Unamodik. Shu pulni olib chiqib olib berdik. Kecha men xato qilgan ekan. Haligi bitta salom darqasidagi bo'ya turgan misolni keltiryapman xolos. Endi o'zga o'rtog'imiz to'g'risida endi men haligi ulgurmadim, juda ko'p haligi chiqarishga ulgurmadim. Shu haligi Yaponiya sharqshunoslik instituti bor Tokioda. Bu yerda Kawahara degan bir o'sha paytda tanishganimizda aspirant edi. Hozir endi doktorskiy yo'qladi sharqshunoslik. Shu bizni o'rtog'imizga kelib o'rtog'i ziyoratgohlari degan ziyoratgohlarini o'rganmoqchi bo'ldi. Bu endi 2003-yilda ekan. Men hayron bo'ldim. Yaponiyadan kelib shu bizni nimani o'rganamiz? Bizni naqd turibmiz. Shuncha yil hokimiyatda ishladik, ma'naviyatda ishladik. Meni yetalab kelgan nimaga Nodirbek juda g'alati tuyulyapti. Shu Yaponiyadan kelib o'rganamiz. Siz bilan biz ikkovimiz o'rgansak bo'lmaydi. Desam men u Og'amjon aka mayli unaqa qilyapsiz. Men Andijonga o'tib ketaveraman. U o'zbek tilini bilar ekan haligi. Shundan keyin shu nimaga qo'l urib o'sha kitobni yozganmiz 2 yil davomida. Endi mana o'rtog'i ziyoratgohlarini bu kitobimiz unday rasmlarni ko'chirganmiz xolos. Tagiga qisqa haligi biz rayonga keladigan keyin maktab o'quvchilariga mo'ljallangan. Mana ziyoratgoh ekan, mana madaniy meros mana yerda degan ma'noda. Juda tarixiy yozilmagan. Endi shu kitobimda bittasini maktabimizga sovg'a qilsam, agar nima bo'lsa, kamchiliklari, imlo xatolari bo'lsa, uzr so'rayman, beradi, hali aytib qo'yib quruvchi odamman-da. Buni ingliz ichi hamda arabchasini ham qisqa yozib qo'ydik. O'sha kim chet elga turist bo'lib kelsa, imkoniyat darajada berib yuboryapmiz, o'sha yerga berib qo'ydik. Bu kitob endi Londonda ham bor, Arabistonda ham bor. Endi meni bitta o'rtog'im bor, Alisher Ibodiyning O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining a'zosi, mehnat shuhrati ordeni nimasi. Endi buni o'zingiz bir nima qilasizmi o'quvchilarimizga? Yaxshilariga berasizmi? Mana sohil yaqin sohil, mana eng birinchi kitoblari uni Alisherjonda. Farmon Toshib degan hojaka bilasiz, Samarqandlik nimamiz bor. Jurnalist yozuvchi u kishining bitta kitobi. Mana O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining raisi Sirojdin Saidki O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining raisi bor. Ana buni ham berib qo'yasiz. Maktab xonasiga. Xonasiga yaxshi bo'ladi. Hamma o'qiydi. Hamma o'qiydi. Bitta odam hamma o'qiydi. Endi Nuroniy buva shuni nuroniylarimizga sovg'a qilamiz endi bir nimaga mana shuni. Rahmat. Bunisini eng kitobsevar ham kitobni targ'ibotchisi Qodir akamga ustozimga mana endi albatta bu nimani o'tirish sababchisi aslida egalari bo'ldik. Abdullajon akamga ham nimani beraman. Ko'plar ishoniga o'zi boshqa narsa juda nima yo'q. Endi bitta narsani aytib qo'yay.
o'shalarning nizomini siz yaxshi bilasiz. Buni bitta so'z bor nizomda. Uzoq yillar davlat, jamoat tashkilotlarida halol mehnat qilgan degan so'zi bor. Halol so'zi bor. Shu odamlarga beriladi xolos. Tushundilaringmi? Halol uzoq yil samarali va halol mehnat degan. Shuning uchun mana hali ko'krak nishoni bo'lganimni qolgan ancha orden medallardan yuqori turadi. Tushundilaringmi? Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Mikrofonni Alloh taolaga ham, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga salom va hamd salolar bo'lsin. Dunyoga kelishimizga sababchi bo'lgan ota-onalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Otam Meliboy ota va onam Mukarramxon onalarga behisob rahmatlar va savoblar yozilsin. Nabiramga nasihat, nabiramni izlab rukni ostida olib borayotgan tadbirlarimizning barchasi zamirida vatanga muhabbat, ilm, bilim, tarbiya yotadi. Axir inson 100 yil yashasa, 100 yil tarbiyaga yettijor ehtiyoj sezadi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmalloh aytganidek, bugun kitob o'qigan odam kechagi odam emas. Bundan asosiy maqsad esa Imom Buxoriy hazratlarining dunyoda ilmdan boshqa najot yo'q va bo'lmagay degan chaqirotini har doim yodda saqlagan holda ilm bilim yo'lida davom etishimiz kerak. O'ylaymanki, kitobdan uzoqlashish o'zlikdan, tarixdan uzoqlashishdir. Qo'ziyev Qodirjon Meliboy o'g'li. Tasavvur qilyapman, bular Temur xotin nimasida spektaklida rol o'ynaganmi? Ko'z oldimga tasavvur Ikki oz mana nimadan Qo'chqorvoyda chitsita qilgan. Qo'chqorvoydan gapiring. O'ttasam o'xshat. Mana. Ashuni so'zlardan gapiring Qo'chqorvoydan. Avvalambor assalomu alaykum ustoz. Bu narsa endi 2 yil oldin bo'lgan Jaysonning so'zlari. Mayli, o'zingiz so'zlaringizni gapiring. Islomni aytdim ustoz. Yo'q, o'zingiz so'zlaringizni gapiring. Qo'chqorvoydagi so'zlar. Alijon, Qumri kimlar keldi, nimalar dedi degan joyda bor. Nolima degan joy. Ha, nolima degan. Muruvvatini burab qo'yib. Muruvvat. Olimjon, bu muruvvat. Nima u muruvvat? Alomat. Alomatxon. Konstruktor olimjon. Yo'lga kirolmayapti. Qumriga Rahmat. Siyosatga o'xshab Qani? Askarlar nima degandan aytadigan so'zi bor. Raz va ziyoli deyishdi. O'xshamadi. Bu o'tiring. Endi Oltariqdan o'rganishgan delegatsiya bilan kelgan. Mana shu nimani hurmat uchun hozir so'zni shoir Yusufiy domlaga bersizlar. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, hurmatli ustozlar. Bugungi mana bu o'tayotgan tadbirimizda qatnashganimizdan
Allohga shukrlar qilamiz mana shunday kunlarni ko'rsatganiga. Kuni kecha mana o'zbek tilini davlat maqomiga berilib e'lon qilingan kun bo'lib bayram qildik. Uni boshqa kim taniydi endi misol. Shuni singari o'zbek xalqimizda ham mana o'zbekligimizda O'zbekiston degan yurt borligini til bilan o'zbek tili bilan mana gaplashar ekanmiz, o'zbekligimizni namoyon etyapmiz. Navoiy bobomiz bir she'rlaridan namuna keltirmoqchiman. Mana salkam 600 yil bo'lyaptiki, buni hozir aynan bir otaning bu farzandga aytayotgan bir nasihati, o'giti, niyat tilagi. Qora ko'zim kerak mardumlik endi fan qilg'il. Ko'zim qorasida mardum kibi vatan qilg'il deyapti. Ey ko'zimni oqu qorasi farzandim, kel endi bir astoydil bugungi ilm o'rgan, fan o'rgan deyapti. Men ko'zimda tirikligida seni bir joying, vataning bo'lsin deb deyapti. Yüzing guliga ko'ngil ravzasin yasab gulshan, qading holiga jon gulshanin chaman qildi deyapti. Sen bir chamandagi bir gul nihol bugungi atrofingdagi insonlar ana shu chamanni bezatib turgan insonlar, bugun chaqachib turgan gullar bo'lsin deyapti. Ya'ni bu yerda o'sha farzandni to'g'ri yo'lni tanlab bir o'zini namoyon etadigan bir guldek bir ochilib tursa, ana atrofidagilar ham o'shanga singari bo'lsin, haqiqiy insonlar bo'lsin deyapti-da. Yuzing guliga takovoringga bag'ir qonidin xino bog'lab, itinga g'amzada jon rishtasin rasan qilg'il. Endi takovoriki o'sha nimani ildizi, niholni ildizi meni jonimni, bag'rimni qonidan amal olib sinki, agar bir qiyin tashvish tushgan paytda meni jonimni rishtasi o'shanga payvand bo'lsin. O'sha deyapti. Navoiy anjumani shavqijon aro tussang, ani basharlik o'qin shami anjumani qilg'il. Oxiridan keltirib qo'ydim. Qisqaroq bo'lsin. Ya'ni sen agar o'zingni ilmli, bilimli sezib bir iqtidoringni namoyon etmoqchi bo'lsang, bir jahon anjumanlarida hattoki sendan chiqadigan fikr ana shu anjumanni bezab turuvchi chirog'i, shami bo'lsin deyapti. Mana hozirgi mana prezidentlarimiz jahon anjumanlarida o'zini fikrini bemalol bildiryapti. Ana shunga intilib yashashimiz kerak ekan. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling. Bir necha kitoblarda muallifi kamtarlik qilib aytmadi-da, o'zbek millatiga doir, o'zbek tiliga doir kitoblari ham nashrdan chiqqan. Albatta, endi shoir insonni ko'tarsin. O birinchi kitobimda maktab ma'muriyatiga sizga savob hali bosmadan chiqarganmiz, u namuna sifatida. Endi nimalardan ham o'qituvchilar, quruvchilardan, shoirlardan chiqdi, agronomlardan ham so'zlasa bo'ladimi? Yo'q. Agronomlar ham bir ikki og'iz gapirsinmi? Ruxsat berasizlarmi? Avvalo so'z beruvchiga ham rahmat, degan so'z berganligi uchun. Bilasizlar, mana hozirgacha so'zlaganlar hammasi
Bizni ustozlarimiz gapirdi. Hammasi bu yerda o'tirganlar, hammasi ustozlar. Men bir oddiy dehqon odamman xolos. Agronomman, dalada yurgan odamman. Mana bizni hamkasbimiz ham agronom ekan, birga dalada yurganmiz. Dalada yurgan dehqon bu ro'z yaratuvchi insonlar. Xudoga shukrki, shunday kasbni bizga nasib qilgan ekanmiz. Mana o'zimizning kasbimizda hech mahal noliganimiz yo'q. Bundan keyin ham nolmaymiz ham. Yo'q. Payg'ambarimiz aytganlar, kasbing yo'q bo'lib ketguncha ishlayver degan. Hozir ham mana Xudoga shukr, mana Bahodir akam aytdilar. Dala-madala aylanib, birgalashib aylanib dalalarda, fermerlarda, bog'onlarda, sahobdorlarni ko'rib, ular bilan so'rashib, dalalarda bir choylarni ichib, ularga duolarni qilib kelyapmiz. Xudoga beadad shukr. Endi ustozni hurmat qilish kerak-da. Mana Navoiy to'g'risida ko'plab aytildi. Navoiy bobomiz haqida buyuk inson. Ulug' inson desak adashmaymiz. Sababi shu, bizni o'zbek tilini dunyoga tanitgan birinchi bo'lib Navoiy bobomiz Husayn Boqarov podshohligida u kishi vazirlar bo'lganda o'zbek tilini davlat tili maqomiga o'sha paytda ko'targan. Bundan yaqin 500 yildan ortiqroq. O'sha paytda ko'tarilgan o'zbek tili hozirga kelib butun dunyoga e'lon bo'ldi. Ayniqsa shu mana shu yangi prezidentimiz bo'lgandan keyin bilsalaring, agar e'tibor bergan bo'lsalaring, Birlashgan Millatlar Tashkiloti dunyo bo'yicha shuni tartibga keltiruvchi bir idora hisoblanadi-da. Shu joyda ham birinchi bo'lib o'zbekcha nutq so'zlar agar e'tibor bersangiz. Birinchi marta o'zbekcha nutq so'zlar, uning nutqini butun dunyoga perevod qilib berdi. O'sha yerdagi nima deydi? O'shalar hammasi. Bu degani nima degani? Shu bizning o'zbek tilimiz haqiqatda bo'ydi. Haqiqatda rahmdir. Bu insonlarning manfaatini ko'zlaydigan, har bir insonning manfaatini ko'zlaydigan til bo'lganligi uchun mana gurkirab butun dunyoga tanildi. Hozir bilsalaring, qancha davlatlar bizning oldimizga kelib, butun sarmoyalarni qo'yib, bizni hozirgi kunimizga haligi farovon hayot kechirishimizga juda katta hissalarini qo'shyapti. Men ham o'zimning ish jarayonimda, masalan, agronom bo'lib ishlayotganimda, mana shu mustaqillik bu osonlikcha haligi tinchlikda bo'lib o'tib ketgan narsa emas. Ayniqsa shu birinchi prezidentimiz davrida Said Hukumatov o'rnab ketgandan keyin hamma taqab ketdi-da. Haligi o'rtamizdagi shartnomalar ham buzilib ketgan. Birida endi ilgarigi shartnoma davlatga bog'liq qo'yildi-da, hamma o'zini boshqaradi. O'shanda ayniqsa don qiyinchiligi nihoyatda qiyin bo'lgan. O'sha paytda men ham ishlaganman-da. Nimada ayniqsa mana bu g'alla yetishtirish masalasi hamma narsa paxtaga ixtisoslashib ketganda, shu birinchi bo'lib prezidentimiz paxtani keskin qisqartirdi. 3 yilda donni joyiga qo'ydi. G'alla donni joyiga qo'ydi. Odamlarda uyida bo'ri bo'lmay qolgan. Bu davrlar sizlar bilmaysizlar, mana ustozlarimiz biladi, ular biladi. Endi buni qadriga yetishimiz kerak-da. Buning uchun tarixni albatta o'rganishimiz kerak. Agar tarixni bilmasak, bu olga olayotgan bilimimiz xuddi bir xoriga o'xshab yotib qolgan bo'lib qoladi-da. Birinchi navbatda shu ota-bobolarimizni, mana ustozlarimizni o'g'itlarini qilishimiz kerak. Navoiy bobomiz ham bekorga aytmagan. Haq yo'lida senga bir harf o'qitmishdir ranj ila, aylamay bo'lmas, aning haqqini 100 gan keladi. Buni qadriga yetinglar-da. Chunki ustoz otangdek ulug' bo'ladi. Kimki ustozni hurmat qilsa, ota-onasini hurmat qilsa, albatta uning yo'li ochiq bo'ladi. Hech bo'lsa ham haligi Xudoning panohida yuradi-da. Men ham bunaqa haligi nima bo'lmaganman, faqat dehqon bo'lib ishlaganmiz xolos. Orden medallarga ega bo'lmaganmiz biz davrimizda ham. Bunga nasib qilmaganmi? Mana shu qarigan chog'imizda bularni haligi boshchiliklarida menga shu nimani berishdi. Mehnat haqisini berishdi. Mana bular bilan o'tgan yili men shuni olganman. Mana
hamkasbimiz olibdi. Bularni ham lozim tabriklaymiz. Siz ham tabriklaymiz. Shuning uchun haligi mana shoir aytdi, sabr deydi. Sabr qilsalaring hamma vaqt hamma narsaga erishasizlar. Rahmat. Hammalarga quvvat. Burada o'tgan reglament bo'yicha gapirasiz, qisqa. To'xtat. Gap qo'ysa. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar. Assalomu alaykum yoshlar. Mana sizlar bilan men birinchi marta ko'rishim emas, ko'p marta ko'rishganmiz. Sizlar bilan suhbatlar o'tkazganmiz. Inshaalloh uchrashuvlar o'tkazganmiz. Meni suhbatlarimni ko'plar eshitgansizlar. Men sizlarga bir narsani nasihat qilaman. Eng avvalo shu mustaqilligimizni qadriga yetinglar. Mana ustozlarimiz va otaxonlar bari aytib o'tdi. Mana shu mustaqillikni qadriga yetinglar. Bitta narsani misol keltiraman. Mustaqillikka erishmasimizdan oldin biz Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo bo'la olmadik. Vatikan degan davlat bor. 1000 ta odam bor, 40 gektar yeri bor. Shu davlat a'zo edi. Ammo O'zbekiston a'zo emasdi. Mustaqillikka erishib biz 1993 martda 92 martda Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo bo'ldik. Ikkinchi sizlarga beradigan nasihatim davlat ramzlarini yaxshi bilib olinglar. Davlat ramzlari. Bayrog'imiz, gerbimiz, madhiyamiz haqida to'liq tushunchaga ega bo'linglar. Bayrog'imizning uzunligi qancha, eni qancha, qachon ko'tariladi, qanday holatda ko'tariladi, gerbimiz qanday, madhiyamiz kim yozgan, qachon yozilgan, kim o'sha odamni matnni yozgan, musiqasini yozganlarni tarixini nihoyatda yaxshi bilib olinglar. Uchinchi nasihatim konstitutsiyamiz. Mana konstitutsiyamiz nihoyatda yaxshi bilib olinglar. Mana yangi tahrirdagi konstitutsiyamizni nihoyatda yaxshilab o'rganib olishimiz kerak. Juda katta o'zgarishlar. Bunda birinchi prezidentimizning xizmatlari nihoyatda katta. Ikkinchi prezidentimizning xizmatlari nihoyatda katta. Vaqt o'tgan sayin zamon rivojlanib ketdi. Konstitutsiyani yangilashga to'g'ri kelib qoldi. Ya'ni yangi tahrirdagi konstitutsiyamiz qabul qilindi. Mana shu konstitutsiyamiz yaxshi bilib olinglar. Va oxirgi so'zim O'zbekiston tarixini yaxshi bilib olinglar. Tariximizni bilmasdan turib kelajakka yeta olmaymiz. Tariximizni yaxshi bilib olinglar. Men o'ylaymanki, aziz mehmonlar, sizlarning mana shu bugungi yoshlarimiz sizlarning o'gitlaringizdan juda katta taassurot olishdi. Ular mana shu sizlarning olgan o'gitlarni hayotga qo'llab, kelajakda vatanimiz, O'zbekistonimiz, prezidentimiz uchun xizmat qiladigan yoshlar bo'lib yetishadi deb ishonch bildiraman. Yangi O'zbekiston degani nima degani 7-8 ta prezidentimiz sanab o'tgan. Birinchi, ikkinchi, uchinchi deb. Shu Abdullajon aytganlarga qo'shimcha shu bolalarga ular o'shada yashaydi va ishlaydi o'sha yerda. Yangi O'zbekiston nima o'zi? Bir domlalarimiz shu kelajak soatlarida boshqa nimalarda yaxshilab tushuntirib qo'yish kerak. Endi menimcha yakunlasak bo'lsa kerak-a? Bravo, xolos. Xo'p, bravo. Meni bilasizlar, oxirida ham baribir mikrofonni olib qo'yadigan odatim bor. Bitta bu yerda emas, Toshkentda 4200 talik san'at saroyida ashula bo'layotganda ham mikrofon olgan odam men bo'laman. Ashula bo'layotganda Jaloliddin aytayotganda, she'rlarni o'g'layotganda chiqib mikrofonni olgan inson men. Hozir ham oldim. Dehqon akam uchun hali keltiraman deb belgilab qo'yganman. Alisher Navoiyning dehqon to'g'risida bir gapi bordi. Dehqon donni sochar. Don ila rizq beradi. Meni gapim emas. O'sha suvda qolgan kitobda o'qiyapman. Har tashqarida ikkitasiga savol berdi. Bugungi ertalab yegan bir buzononing qayerdan keldi? Kim biladi? Sizlar bilmasanglar men o'qib beraman. Bular o'sha suvda qolgan kitobdan. Mana dehqon akamni hurmat uchun shu gaplarni aytyapti. Lekin men ham dehqon emasman, kasbim tog' injener. O'qituvchi emasman. Kasbim tog' injener.
Qarangda, Adixon To'ra Sobuni degan insonni bilasizlarmi? Yoshlar bilmaydi. Tarixi Muhammad asarida shunday yozilgan. Bugungi siz yegan ertalabki bir burda bir to'g'an noningiz og'zingizga tushguncha 60 ta qo'rdan o'tgan deb yozib qo'yibdi. Ana dehqonni mehnati. Hesabda bekarga prezident birinchi stolga kelgan kuni bu gaplarni nima qilaman? Vatan dedik har bir mana otalik ekanga mana qarang, har bir mahallasini tarixini, muzeylarini Yaponiyalik bilan yozib bugun mendan keyingi qolsin deb beryapti. Bizki endi 52 yil bo'ldik. Bor-yo'q 52 yil bo'ldik tug'ilganimizga. Harakat qilaylik, ertaga bizlar Yaponiyadan olib keltirib yozmaylik kelajagimizni. Ben shoirga she'r yozdirdik, shoir ekan bor ekan, yozuvchilarning klasini olib, ulug'lar to'g'risida she'r yozib berdik, bo'pti dedi, o'zimiz ishimizni ochib bo'ladi. Shaytanatni kim ko'rgan bo'lsa, ashulasini yozgan bo'lar, shukur qurbon. Ashula ham sizlarni o'ylab, meni kuyganimni o'ylab, shunday to'rga qo'shib ketdi. 3-Rezonans davri gaplardan tonish davri. Ulug'larni har bir o'g'il qiz aytadi. Vatan uchun, el uchun yonish davri. Aziz bo'lsin, aziz yoshing, omon bo'lsin, oltin boshing. Baxtimga boshingni tark etmasin xumor qushim. Qatorda norim, nomus orim, iftixorim, mamlakatda o'rni borim, ulug'norim. Biz akalarni nimasidan kelik ekanmiz. Bugun jonimizda, tanamizda qon bor ekan. Vatan uchun, el uchun baribir sizlarni tarbiyalaymiz. Baribir. Salomat bo'linglar. Faqat bilan eshitganlarim uchun aziz mehmonlarni tumanimizga, shu maktabga qadar majlisga uchun Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Uzoq yillar yana shunday tadbirlarda ishtirok etib, yana tez diydorlashga nasib qilsin ilohim. Doimo ulug'nor sizlar uchun eshiklari ochib, salomat bo'linglar. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Nuroniylar nomida Qo'yaxon oxirgi so'zlar nima? Yo'q, men gapirmayman. Avvalo maktab rahbariyatiga, ustozlarga hamda mana bu yerda nima ijro etishdi, kompozitsiya bu yoshlarimizga. Temur Xotin rolini ijrochilariga va hamma shu yerda qatnashganlarga mana shu aziz nuroniylar nomidan kelajagingiz porloq bo'lsin. Ota-onalarga avvalo, oilalarga, yurtimizga, prezidentimizga sadoqat bilan xizmat qiladigan shu yoshlar bo'lib yetishinglar. Oilalar mustahkam bo'lsin, kelajakda barcha oila. Sizlarga ham yana bir marta juda katta rahmat. Muxtorjon aka, rahmat. Kechasizlar ham gaplashgan, ulamayotgan yoshlar. Rahmat hammalarga. Rahmat sizlarga ham. Hammalarga gap turinglar.